Aka, bilasizmi, bu dunyoda eng mo'tabar zot kim? Ota bo'larkan. Ko'chadan qaysi ahvolda kelmay, ishim o'xshaydimi, o'xshamaydimi, qachon qaraman cho'ntagimda pulim bormi, yo'qmi, otam oldimda turadi-da, aka. "Ha o'g'lim, cho'ntagingda puling bormi? Qayerga ketyapsan? Kimlar bilan yuryapsan? Mana bu pulni olib qo'y, erkak kishi uchun pul kerak bo'ladi", dedi-da, aka. Xudoga shukr, katta pul ham topdik, katta davrada ham o'tirdik. Pulsiz ham yurdik, pulli ham yurdik. Men g'ururlanaman otam borligidan, otam pardeshkasidan. Dada, sizni yaxshi ko'raman, qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor, kechirimlar so'rayman takror. Dada, sizni yaxshi ko'raman.